ertaman sahar turganda bomdodga, ayniqsa bomdod bilan muazzin azon aytgandan keyin bomdodni sunnati bilan farzni o'rtasida o'tirganda shu kalimani o'qish kerak. Qaysi kalima? La ilaha illallohul malikul haqqul mubinni 100 dona o'qish kerak. Bunga hadis bor alohida. La ilaha illallohul malikul haqqul mubin o'qigan odamga, muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar, qabrda azob bo'lmaydi degan. Qabr azobi haq, qabr azobi haq. Jannat ahli inson uchun ikkita uy bor debdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bitta uy jannat, bitta uy do'zax debdilar. Jannat ahli jannatda o'tiradigan joyini ko'rmay jon bermaydi va do'zaxni ham ko'rsatmasdan turib Alloh uni jonini olmas ekan. Qanday bo'ladi desalar, jon olishlikda jannat ahli bo'lgan odamga avval do'zaxni ko'rsatilar ekan. Ey banda, men do'zaxni ko'ryapsanmi? Azob, odamlar kuyyapti. O'tda